Assalomu alaykum hammalaringizga, o'zbegim, xalqim. Hammalar chin yurakdan hurmat izzat qilaman. Akalar, opalar, mana aytmoqchiman, sizlarga bir narsa qiziq bo'lib qoldi. Men sababi video qila olmadim. Xudo xohlasa, ko'plar azotniy, solyonniy kislotalarni topolmayapti. Solyonniy kislotalar любой hozmeyda bor, любой magazinda bor. Azotniyni xudo xohlasa azorini chiqaraman, tayyorlashdi. Elektrolit, selitra. Tamam, ikkalasini tayyorlashni o'rgataman. Xudo xohlasa kuzatib borasizlar. Hozir yana sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Mana shunday qadimgi narsa, mana ko'ryapsizlarmi? Xalqim, mana ko'ringlar yaxshilab, mana ko'rsatyapman, qadimgi narsa bu. Bunda kimda shunday narsa ko'rib qolsanglar, masalan, mana ko'rib olinglar yaxshilab, xalqim. Sizlarga qilib video boshqa kimga qilaman? Men Amerikaga, Turkiya, Ozarbayjonga qilayotganim yo'q. Mana ko'ryapsizlar. Bu tilla ekan bu. Tilla ekan. Buni xudo xolasa eritib ana qilamiz. Eritdim ham, taxladim ham. Mana shuni ko'zini sizlarga ko'rsataman dedim. Mana shuni ko'zi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana ko'zi. Mana hozir men olib taxlaganman. Shundan mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana ko'rsanglar, mana 4 ta 9 bo'lib chiqyapti. 4 ta 9 xalqim. Mana ko'ringlar. 4 ta 9 bo'lib chiqyapti. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Qarang, ko'rdingiz, mana. 4 ta 9 bo'lib chiqdi. Shu narsa. Ko'rayotgan xudo xolasa buni mana chiqargan azorimni ertaga yana chiqaraman. Ko'plar mana shular ham shuniki, mana maydalari ham ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana shu narsadan chiqadi, ko'rib oling. Mana qadimgi narsa. Ko'na bozorlarda qarasanglar ham chiqadi. Xalqim, o'zbegim, mana ko'rayotgan bo'lsa, ko'na bozorlarda ham bor shunday narsa. Ana shunday narsadan sotadi. Shularni ham olsanglar ham bo'ladi. Men просто video qila olmagan sababim ham ozgina shamollab qoldim. O'shanga aloqa qildim. Xudo xolasa video qilib azorini qo'yaman. Ko'p kommentarni ko'rdim. Vaqtim ham bo'lmadi. Ozgina shamollab, mazam qochib qoldi. Lekin uzr so'rayman, o'zbegim, noto'g'ri tushunmanglar, to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Xudo xolasa anaqa qilaman. Ko'plar mana do'rni tushunmas ekan, mana bo'ra desam tushunar ekan. Ko'p yoshlar, mana yoshlar ko'p tushunmas ekan bu narsani. Endi men aytmoqchiman, kimga mana shunday narsa bo'lsa, mana ko'ringlar. Yana ham ko'rsatyapman, mana. Eski, qadimgi, mana. Bu tilla ekan bu. Mana buni ko'zini masalaga ko'rsatdim. Mana ko'zini mana hozir ko'rsataman. Mana qo'li